Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Rasulillah. Bugungi mavzuyimiz Adilla-i Arba. Adilla-i Arba nima o'zi? Adilla so'zi bu dalil so'zining ko'pchiligidir. Adilla-i Arba deganimizda 4 ta dalil ma'nosiga keladi. Fiqh ilmida Adilla-i Arba deb kitob, sunnat, ijmo va qiyos nazarda tutiladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Yamanga Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni vakil qilib yuborayotganlarida agar senga bir hukm chiqarish kerak bo'lsa, qanday qilasan deb so'radilar. Shunda Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu Allohning kitobi ila hukm chiqaraman dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agarda Allohning kitobidan topa olmasang-chi deganlarida sahoba radhiyallohu anhu aytganlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari bilan hukm chiqaraman deganlar. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agarda sunnatdan topa olmasang-chi deganlarida shunda Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu o'z ra'yim bilan ijtihod qilaman, bosh kelmayman dedilar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.